Chempionlar Ligasining navbatdagi ehtiroslarga to'la nimchorak finallari ham o'z yakuniga yetdi. Chorak finalchilar ma'lum. Lille va Dortmund jamoalari o'rtasidagi bahsda taxmin qilinganidek tajriba o'z so'zini aytdi. Nemis jamoasi chorak finalda nemis mutaxassisi boshqaruvidagi Barselonaga qarshi maydonga tushadi. Borussiyadan so'ng ilk uchrashuvda masalani deyarli hal eta olgan Arsenal va Aston Villa ham chorak final yo'llanmasini rasmiylashtirdi. Unai Emery keyingi bosqichda o'z vatandoshi Luis Enrique bilan bahs olib boradi. Tunning asosiy bahsida esa qirollik klubi yana o'z hamshaharlarini turnirdan chiqarib yubordi. Oldingi mag'lubiyatlar sababini Ronaldo bilan bog'lagan Simeone endi hamma gap Realda ekanini tushungan bo'lsa kerak. Uchrashuv davomida Atletico o'yinni nazorat qildi. Real tarkibida Jude, Mendy va Kylianning umuman o'yini qovushmadi. Vinicius hatto penaltidan foydalana olmadi. Asosiy vaqtda g'olib aniqlanmagach, penaltilar seriyasida kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Atleticoning ikkinchi penaltisini amalga oshirgan Alvarez to'pga 2 marta tegingani aniqlandi va menimcha birinchi marta VAR penaltilar seriyasiga aralashdi. Oqibatda Julianning goli bekor qilindi va Real ushbu ustunlikdan foydalanib ketdi. Chorak finalda bizni Arsenal, Real, PSG, Aston Villa, Barcelona, Borussiya va Bavariya Inter uchrashuvlari kutmoqda. Bir qarashda barcha uchrashuvda favorit bordek. Ammo Arsenal bejiz PSVni 9-3 hisobida mag'lub etmagani va Interning jimgina g'alabalar bilan kelayotganini yodga olsak, Real va Bavariyaga oson bo'lmasligini payqaymiz. Xo'sh, yarim finalga kimlar munosib deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va bizga a'zo bo'lishni unutmang.